hozir dalniy momentda, hozirgi vaqtda dunyoda eng ko'p la'natlanayotgan kim? Tuhmat qiladi yerda. Yo'q, o'sha tuhmat qilib la'nat aytilinayotgan kim? Hozirgi dalniy moment. Bitta odam. Payg'ambarimiz sollallohu alayhi vasallamni ko'pchilik shunaqa deydi, to'g'rimi? Musulmon bo'lmaganlar masalan, deylik. Endi ana xotini bor, xotini naqa bo'lgan deydi, 9 yoshli qizga uylangan deydi, har xillaligi fitnalar qilishadi, to'g'rimi? Gap to'g'ri ketyaptimi? Ha, endi eshitib turing aka, eshitib turing. Biz kimmiz aka? Bo'l, tamom. Savol javobi shu yerda aka. Biz kimmiz aka? Biz kimmiz? Albatta. Aytgan ekan u, Allohni gapirar ekan u. Bolasi bor deb gapirar ekan u. Bolasi bor deb gapirar ekan, qarang. Bolasi bor deb gapirar ekan. Odamlar o'zi yaratgan odamlar bolasi bor deb gapirar ekan. Inshaalloh. Albatta. Aytmoqchi bo'lgan narsam albatta shu tilimiz bir bayroqda odamlarda biz albatta buni holatlarda sabr qilib, bir-birimizni dilimizni og'ritmasdan kuzatib, keyin har narsa bir ayon bo'lgandan keyin norozi taraf o'shanda ham kerakli joylarga masalan murojaat qilib, o'rtaga hech kimni qo'shmasdan, tarafkashlik qilmasdan, masalan har kim ham kimdir hozir yozganlar ham baribir o'zimizga o'xshagan bir dindoshimiz, o'zimiz yurtimizdan qiziq joyi. Hozir yozadi albatta, o'zim aytyapsiz, o'sha Payg'ambar alayhisalom o'sha Alloh taolo aytganday, "Va man ya'mal misqala khayran" kimda kim ومن يعمل مثقال ذرة فخيرا يره ومن يعمل مثقال ذرة شرا يره. Albatta kim o'sha zarra misqal yaxshilik qilsa, uni albatta ko'radi. ومن يعمل مثقال ذرة شرا يره. Albatta kim zarra misqal yomonlik qilsa, albatta Alloh taolo. Odamlar tushunadigani tushunib o'tiribdi, endi tushunmaydiganlar o'zi biladi. Ularni tushunmasa menga nima zarar aka, yo tushunsa nima foyda menga aka? Albatta. Yo, tushunib menga nima zarar beryapti yoki tushunmasa nima zarar beradi masalan. Bu vahshe mendan aloqasi yo'q narsada. Hozir o'ldirgan odam bo'lsa, melisa aytadi, hamma yo'q ochiqlanadi. Unga sabr qilamiz. Biz qiladigan ishimizni Alloh uchun qilib qo'yib, savobidan umidvormiz. Bo'ldi, tamom, gapni yopamiz aka. Bo'ldi. Sog' bo'ling aka, sizga amerikalik aka, sizga rahmat. Xo'p, sizlarga omad. Inshaalloh yaxshi kunda ko'rishaylik. Sog' bo'ling. Opa tushirasiz endi. Maytda yozib yana bittasi ulen deyapti. Qani ulenlikchi kim ekan bu? Keyin o'chirib qo'yaman. Primoy efir shuni saqlab qo'yapman lekin. Kim uleysimi deyapti o'zi. Sog'lig'ingizga qarang. Men dorim qani. Zo'rg'a yurtdan kasal bo'lib, isitma bo'lib. Aka ekspertiza ответi chiqdimi? Bu iflos o'zidan ketyapti-ku dedi. Bilmadim. Kechasi Vanga xolasi tushida kirib aytgan bo'lsa kerak-da. Natijalar chiqdi, gumondorlar topildi, qotillar topildi deb Vangani naqasi jiyani bo'lsa kerak-da. Topib berishgan bo'lsa kerak. Biz rasmiy xabarlarga ishonamiz faqat. Biz faqat rasmiy xabarlarda qotillik bo'lsa qotillik bo'pti, bo'lmagan bo'lsa bo'lmabdi deymiz.
Negativman meni qo'shing deyapman. Negativni qo'shamiz ana. Qani nima gapi bor ekan? Negativni qo'shaylik qani. Negativ savollarga ham bir javob beraylik qani. Assalomu alaykum. Assalomu alaykum. Yaxshimisiz? Savizjon, yaxshimisiz? Charchamayapsizmi? Negativman Men demasam negativman deb turib menga qo'shmar chiroyli gapiryapsiz. negativman demasam qo'shmayapsiz. Qachondan beri qo'shing deyapman sizga. Avazjon, sizga bitta iltimosim. Mana shunaqa bo'qqa o'xshab aralashib yotganlarga qo'lingizni tiqmang. Sog'ligingiz bilan shug'ullaning. Shu Nozimadan boshqa ham problemalar ko'p. Sizni kutayotgan, sizni yordamingizni kutayotganlar ko'p. Bu o'zi ularni post qilib yordam berayotganlarni postiga Hozir bir minut gapirib turavering. Eri yo'q, bir qanaqadir eri yo'q, ersiz, jinoyatchi, uy qamog'ida o'tirganlar ana shular post qo'yib yotibdi. Normalniy odam qo'ygani yo'q bularni. Normalniy odam bularga вообще aralashgani yo'q. U negativ yozyapti. Gaplashamiz, xo'p. Ha, nima deyapsiz? Avazjon, sizdan bitta iltimos. Mana shu bo'qdan uzoqroq bo'ling, qo'lingizni yuvib, qo'ltig'ingizga uring. Sizni yordamingizni kutayotgan boshqa qancha odam bor Koreyada. O'shalar bilan shug'ullaning. Bularga qanchalik qilaversangiz shuncha chiqaveradi. A desangiz B deydi, B desangiz V deydi. Qancha sizni asabingizni buzadi. Men sizni вообще Jizzaxdan kuzatyapman. Mana men Jizzaxdanman. Bu odamni taniyman. Ana narsaga opa javob berib ketay. Siz bo'lmasangiz deyapti, bittasi aytayapti. Siz bo'lmasangiz deyapti, Koreyada o'zbeklarni o'ligi qolib ketadimi degan savol beryapti. Avazjon, mana qarang. Mana bitta amakimning xotini onkologiya bo'ldi-da, endi uzr. Toshkentga olib bordik. Ishonasizmi, Toshkentga. Qabul qilib onkologiya больница qabul qilmadi uni. Yonida xususiyga qo'ydi. Kambag'al, uyi yo'q odam xususiyda o'limini kutib yotdi. 2 soat, 3 soat o'limiga qolganda chiqarib yubordi. Bilasizmi, даже pulini to'lamasang chiqmaysan dedi. U ehson yig'ib, uydagi bor qarindoshlarga vohima qilib 1,5 kun yotgani uchun 3 million to'ladik. Ishonasizmi? Skoriy yo'q Jizzaxda. Toshkentdan Jizzaxgacha skoriy yo'q. Skoriga telefon qilsak, biz Toshkent viloyatidan chiqmaymiz. Xususiylarga murojaat eting dedi. Xususiy opa, voy, hadi gaplar gapirmay bitim. Mavzu ko'p-da, opa. Даже O'zbekistonda ham qarang. O'zbekistonda ham o'likni olib kela olmaydi. Ha, kakras, bu qarang. Mana Koreyadagi holatni bilmaydiganlar uchun mana bo'lib odamlar uyda qolib ketadi Koreyada. Mana. Ko'ryapsizlarmi? Ha, agar shu Ashi ham hozir bitta o'likni olgani keldi. Mana, ko'rdinglarmi? Mana olib kirib ketdi. Aravasini olib. Kirib ketdi. Mana ko'rdilarmi? Agar mana yerda mana hozir Alloh taolo buyukligini qaranglar. Mana buyuk zotda o'zim himoya qilib olaman seni deyapti-da. Men joy namozda yig'layapman. Ey Robbim, shunaqa qilishyapti meni desam, xotirjam bo'l deyapti. Mana qaranglar mana. Shunday. Koreyada mana hozir bu uyushtirilmagan. Mana hozir efir qilyapman. Ro'paramga to'xtadi. Mana o'lgan odamni olib ketgani to'xtadi. Mana qarang. Agar to'xtab turing, gapirmay turing, mana qarab turing mana. Hozir mana shu mashina bitta odamni o'ligini oladi, ketadi. Tushunyapsizmi? Bu o'lim uyda qolib ketadi bu. Koreyada u o'zbekmi, qozoqmi, qirg'izmi, kim bo'lsa ham shuni uyda qolib ketadi. U bir oylab yotsa achib ketgan odamni ham mana shunaqa holatda biz borib agar kafanlashga imkoniyat bo'lsa, kafanlab uni elchixona qilmaydi. Yana qaytaraman, elchixona unaqa ish qilmaydi. Hozir bittasi aytayapti, mayda san deydi, az sen elchixona uncha muomalangiz xunuk deydi. Endi muomalam xunuk-da, shu yoqmasam chiqib ketavering. Qarang, mayda hozir kecha yangilik bo'ldi, qaranglar, bizni duo qilishyapti, mayda eshitib turinglar. ko'rsatgan inson ekan. Eshitdinglar mana, biz o'tgan safar shu Nozimani temasi bo'layotgan Nozimani Ayas bilan gaplashgandan keyin yana bitta odam bilan prямой efir qildim, ko'rdilarmi?
o'sha prямой efirda aytdimki, bitta inson vafot etibdi, 16 kun qolib ketibdi morgda dedim. Nimaga deydilaring? 16 kun morgda qolib ketgan, chunki uni puli bo'lmagan, kasalxonaga berish uchun, morgxonaga berish uchun puli bo'lmagan. Agar 2 kundan keyin yoqib yuborish kerak bo'lgan u odamni. 2 kundan keyin. Tushunyapsizlarmi? 2 kunda yoqib yuborish kerak bo'lgan. Menga buni ochiq aytaman, bu bekitadigan narsa emas. Oilasi elchixonaga aloqaga chiqqan. Tashqi ishlar vaziriga aloqaga chiqqan. Mana hozir Tashqi ishlar vazirligi bilan telefonda gaplashganimni hamma zapislari bor. Tashqi ishlar vazirligiga chiqqan oilasi. Pulimiz yo'q, erimni olib kelib beringlar degan. Tashqi ishlar vazirligi bilan o'zim primoy gaplashdim telefonda. Falon narsani yebsan avaz deyapti. Sen chiq bu yoqqa, chiqsang o'zingga o'sha narsani o'zingnikini yedirib qo'yaman. Tashqi ishlar vazirligi bilan gaplashdik, vakolatxona bilan gaplashdik, elchixona bilan gaplashdik. Faqat transport xarajatlari uchun deb ular yordam beradi. Transport olib borib berish uchun, masalan, Koreyadan boshqa joyga olib borib berish uchun yordam beradi. Lekin morgxona, o'likxona xarajatlari uchun yordam bermaydi ular. Elchixona ham menga telefon qiladi, Avazbek mashina bir narsa qilib yuboraylik. Vakolatxona ham telefon qiladi, Avazbek mashina bir narsa qilib yuboraylik, o'zimizni fuqaroyimiz. Ammo ular menga qiladi, tushunyapsizlarmi? Mana telefon nomer xohlasalar telefon qilaman. Yoki so'rab olinglar, borib o'sha Avaz kim, sizlarga qaysi tomondan yordam beradi? O'zi uni qilayotgan ishi qonuniymi, to'g'rimi? U to'g'ri